Hop. Hammaga salomlar bilan Naros MC. Biz endi Muxdir akam bilan uyg'urganmiz. Mana bu Muxdir akam jigarrang, oq rangli uy esa meniki. Qaranglar. Menda bunaqa darchalar bor, akamda yo'q. Menda bunaqa xat bor. Akamda esa yo'q. Ikkalamizda ham esa svetini bor va yangi yil uchun bezak yangi yil bilan tabriklayman. O'tib ketgan yangi yilingiz bilan ming afsuski o'tib ketgan. Mayli. Qaranglar. Menda akam meni obzor qilib o'tsam, menda ayog'ini aytib berish uchun narsalar bor. Uy bezatilgan, chiroyligina. Ammo ikkita xodimlik, men e'tibor bermaysizlar, shunaqa xatolik. Mana bo'ldi, ana shunaqa bilasiz. Mayda bo'lsa pechga qo'yibdi akam. Menda lekin yo'q edi bitta ashit. Lekin archa. Lekin sog'alari yo'q ekan. Menikida ancha qiziqarliroq edi. Hop. Tepa qavat chiroyliroq shekilli akam. Oy. Ko'rasizlarmi tomdi. Yarimtalik bloklardan emas, qolgan taqiqlangan modlar bo'ladi-yu. Lekin u taqiqlangan emas. Zo'r modlar bilan shunaqa chiroyli uylar qurganmiz. Mayda stollar bor. Bu yerda o'tirsa ham bo'ladi mana. Bu ana chiroylikka o'tirib oldik. Ana obunachilar mana bu yerlarda esa qarang. Yeppi-yu. Faqatchi manaqa yana ochsa bo'ladi xolos. Keyinchi bunaqa yandan keyin yopirib qoladi. Yopirsa sindirishga ham bo'ladi. Xavfsizlik mo'jizani o'zi. Buni o'chirib mizg'ib oladi. Lekin hozircha yoqib tursin mana. Akam uyini obzor qilib o'tdim. Endi meni uyim lekin chiroyli. Akam uyi ikki qavat bo'lsa ham torroq edi, lekin meniki chiroyli. Lekin akami mayda bor. Mayda ko'rasizlar biz modaganmiz. U modda xohlagan narsalar topishinglar mumkin. Hatto kravatlar, boshqa narsalar topishinglar mumkin. Xo'p, mana bu yerda otxonasi bor ekan. Akami meniki otxona yo'q. Shu akam kamchiliklari ham bor, meniki kamchiliklarim ham bor. Hop, akam bunaqa o'ragan, lekin men yarimtalik chiroyliroqini o'raganman. Shu ham akam kamchiligidir. Hop, endi men uyimni ichi chiroyli bo'ladi. Men yangi yil uchun o'zim ichim bilan bezatdim bu yerda. Va qaranglar buni sizlar svetni ham a'lo darajada qo'yilgan mellarni qaranglar chiroyliligini do'stlar. Mayda xolodilnik ikkita va mayda stol ovqatlanish uchun. Mana bu yerda sog'alar, archa, mayda kompyuter ham bor. Mayda esa meni joyim va soatim chiroyliligini qaranglar. Sog'alarni bunday qilib ochsa ham bo'ladi, ichini ko'rsa ham bo'ladi. Hop, shunaqa narsalar qo'yganman men. Hop, mayda ham faqat boshqacha narsalar bor. Ko'ryapsizlarmi sizlar faqat birinchi etajini ko'rgansizlar xolos, lekin ko'rinishiga e'tibor berdinglarmi o'zi? Biz zo'r modlarni olib, mana bu tomini ham ashnaqa qivordik. Qaranglar, va mo'rlar ham bor. Hop, ikkinchi etajni sizlarga obzor qilib o'taman hozir. Bo'linglar, endi buni like bosmasanglar bo'lmaydi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Mana bu yerlarda qaranglar, chiroylikgina bezatganman o'zim. Bu yer hammom mana bu. Mayda ikkita bosib qoldi bo'lsa, mayda cho'mirsa bo'ladi. Mana qaranglar mana. Hozir men dushga bitta bosib qo'ysam, buni sindirib tashlab, dushga bitta bossam. Hozir mana biz maza qilmaydi cho'milishimiz mumkin. Voy, cho'milib oldik ham. Hop, o'chirib o'tiraylik-da. Sekin asta o'chadi bu ham. Hop, mayda bitta vanna ham bor. Mana men bari ichiga tushib, cho'milib o'tirsak bo'ladi bemalol. Mana hozir mana shunday 1 2. Bu yerda 1 2 ishlamaydi-kanu mayli. Hop. Betma vanna, bu yer o'zi hojatxona, bu yer bo'lsa musor paqiri. Qancha ekan? Bu ana shu musor paqiri yoki bumaga paqiri. Ular shu mayda esa open. Va, ana kelasizlar o'tirsa ham bo'ladi unitasiga. Openni bossa ham bo'ladi. Nahot yo bunga emas. Mana open ekanda. Bo'ldi, ko'rdik. Bo'ldi, xoloschi. Mana shuncha narsalar bor. Like bosmasanglar ana qo'ymay. Ayniqsa mana bu lampochkani qaranglar. Ashnaqa lampochkadan bezatish kerak. Hop, mayda bo'lsa kiyimlarni solib, ochib, yopib, maza qilsa bo'ladi sizlar. Menchi yangi o'tganda sal xafa bo'ldim. Chunki yangi yil kimga yoqmaydi? Aytinglar, kommentariyada yozinglar. Yangi yil kimga yoqmaydi? Hammaga yoqadi. Yangi yilda bu yangi orzular. Akam shunday ham joy uy bor.
Mana buni qaranglar. Uyimizdan bezatilgan yangi yil uchun yuraydan. Mana bu ham yangi yil uchun yuraydan bezatgan akam. Shunaqa narsalar qildik. Mana men ham o'zimni uyimni qurib bitirdim. Akam o'zining uyini avtoram qilib o'tirdi. Mana uy. Bu sizin uyunuzmi? Ha, chiroyli, shunaqa chiroyli. Ha. Mayta stollarga ham o'tirsa bo'ladigan qilib shunaqa modda olyapmiz. Lekin kanalga obuna bo'linglar. Bo'pti. Men uchun emas, yangi yil uchun ham obuna bo'linglar. Akabi mana shu bekingan. Yangi yil uchun. Olg'a. Mana 1 2 voy, yana kompyuterlar ham bor. Aka yak bo'lmasa yak. Videoda umuman chiqmadi. Yak o'tsa yak to'bay. Mana buni qaranglar, hisoblarni qaranglar. Chiqayamiz. Ha, mana bu yer endi chiroylikgina mana. Shuncha bezatdim mana, shuncha bezatdim. O'zim joyimni ham sal bezatdim mana. Hop, qaranglar, ko'zinglarni oldida o'zim ham bezatdim. Hamma narsani arzon qilib ko'rsatib beraman o'zim. Mana qaranglar, mebellar shundoq ham bor. Bu yerda trillionda mebel bor. Biz bo'lsa kamini ishlatdik, chunki bu yerda ko'p bor juda ham. Qaranglar, mana. Obunachilar mana. Hop, mana obunachilar mana. Bezatamiz. Mana ko'zinglarni oldida bezatyapman. Svetinlikni bo'lsa o'chirib qo'yib uxlasa bo'ladi. Uxlash uchun-da svetinlik. Yemiz. Mana. Va mana bu narsaga ham ahamiyat beramiz. Bu narsa chiroyli. Juda ham chiroyli. Xo'p, mana endi narsalar ko'rsatadigan bo'lsa, mayda shunaqa bloklar bor. Shunga biz tomimiz shunaqa chiroyli chiqqan. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa narsalar bor? Yangi yil uchun obuna bo'linglar. Iltimos. Mana. Juda ham mazza. Yangi yil. Kiyimlarim bor meni. Mana. Yangi yil mana. Yangi yilni kiyimlari sizlar uchun hammasi like bosib kanalga obuna bo'linglar. Yangi yil uchun yangi yil. Juda ham mazza bo'lgan. Hop. Mana bu yangi yillik narsalar. Voy, mashina narsalar qaranglar. Yangi yil chiroyli kiyim olsin deb. Vav, chiroyliligini buni voy dot. Mana. Bu yerda o'yinchilar, boshqa o'yinchilarga beradigan sovg'alar ham bor. Etiklar ham bor. Qarboboq bo'lsamikin yoki yangi yilni kuzatadigan mijoz bo'lsamikin bilmayman-da. Shu bir qop toptiramiz. Buni qilamiz. Mana bunday voy chiroyliligini qaranglar. Bunaqa kiyimlar ham qo'ygan. Ko'rasizlarmi? Xo'p, endi bo'lsa ne qilib mana shunaqa kiyimlar juda ham chiroyli-da, bir Santani kiyimlarini kiyib olsak-chi. Yo'q, o'zimizga yaxshiroq. Juda ham chiroylik. Chiroyliligini qaranglar mana buni. Hattoki yangi yil uchun supurgi ham bor mana qaranglar. Men emas. O'z yangi yil supurgisi ham bor mana. Bemalol ichsa bo'ladi. Yangi yil uchun yarim og'iz supurgisimi bilmayman, lekin chiroyli chiqqan. Qaranglar mana uni. Buni ham qilaman uyimga. Juda chiroyli xullas. Yangi yil uchun like, podpiska va obuna, kommentariyaga yozinglar. Yangi yil uchun bilgan narsalarni yozinglar obunachilar. Xo'p, mana bu xolodilnik yoshim ipik o'chilayotgan mana. Mana to'terasizlarmi? Sizlarga bitta narsani ko'rsatyapman. Qo'ng'iroq kerak. Har bitta uyga qo'ng'iroq bor. Akam uyda ham bor. Mana qaranglar. Voy, ko'rdinglarmi? Aka uydachi? Aka, Muhadir akam uyda ham bor. Agar meniki yoqqan bo'lsa, Neros MCniki yoqdinglar. Dima MCniki yoqdinglar. Agar akamniki yoqqan bo'lsa, lekin menimcha bilmayman, lekin xohlaganinglarni yozinglar. Lekin yana yangi yil haqida qo'shiqmi, she'rmi, xohlagan narsalar kommentariyaga yozishinglar mumkin. Videolar esa tugadi meni. Xayr. Bugungi videomiz yangi yil haqida bo'ldi va uy bezatish haqida ham bo'ldi. Shunaqa modlarni olganmiz biz. Qaranglar, mana bu soatlik ipik chiqibdi. Buni ham ipik chiqibdi. Qaranglar, mana ipik. Kiyim solibmi? Hop, xullas, xayr do'stlar. Bugungi video tugadi.